Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening kanalimga. Bugun videomizda Artcraft serverida kuchayish, ya'ni ko'p pul topish va ko'p narsalar qilishni ko'rib chiqamiz, ya'ni anarxiya rejimida. Men 19.14 versiyasida telefonda o'ynayman. Men boshlanishini kutishim kerak. Boshlanmoqda. Serverga kirishimdan oldin albatta like bosib obuna bo'lib qo'ying. Chunki biz yangi yilgacha 100 ta bo'lishimiz lozim. Qanunda olg'a. Xo'sh, kapchadan o'tamiz. Bu yerda FKFJ. FKFJ. Olg'a. Login bilan kirgizamiz. Qanunda serverga olg'a. Uchun kirmayapti. Bo'ldi, kirdi. Xo'sh. Artismp Anarxiya Battle Royale. Men anarxiya rejimiga kiraman. Men birinchisi juda ham ko'p narsalarni qilganman, ikkinchisi esa hech nimani. Shuning uchun ikkinchisiga kiraman. Artcraft serverga kirganingizda sizga mana shu narsalar beriladi. Hozir birinchi o'rinda biz RTPga tushishimiz kerak. Yerdan daraxt chopib kelishimiz kerak bo'ladi. Qani olg'a. Yo'q. Kechqurun ekan. Spawnga qaytish lozim. Spawn. 4, 3, 2, 1. Olg'a. Olg'a. Oldingi videomizda Bedwars o'ynaymiz videosida biz juda ham kam bitta podpischik va 212 ta odam ko'rgan bo'lsa ham 5 tagina like yig'ilgan. Bu qanday ahvol? Albatta hozirroq like bosing. Nima uchundir juda qotyapti. Yo'q.
Pechaga birinchi bo'lib pishirib olamiz temirni. Sana yig'ishimiz kerak. Xo'sh. Taxta. Taxta. Ratipiga borib kelishga to'g'ri keladi. Endi nezir salonroq u. Tinch. Crafting table-ku. Qani olg'a. Men bu joylarni spawnga borib, konga yetib borgan joylarimni siz uchun o'tkazib yuboraman. Olg'a. Yetib keldim men endi. Boyagina pishirganim bor edi shekilli. Tezroq borish kerak. Xo'sh, 3 ta temir. Olg'a. Endi buni maydalab olsak. Shosh. Bir stakdan oshar ekan. Telefonni qo'y, darsingni qil ol. Nima darsing? Ayam sizlar like bosib menga pul keltirishinglarni bilmayapti. Shuning uchun albatta like bosib obuna bo'linglar. Chunki biz yangi yilgacha albatta kamida 100 obunachi bo'lishimiz kerak. Bu video qani nechta obunachi keltirar ekan ko'ramiz. Albatta undan oldin like bosib obuna bo'ling. Aytgancha obuna bo'lganlarni kommentariyada yozib qoldiraman. Men obuna bo'ldim deb kommentariyada yozib qoldiring. Men sizga like bosishga harakat qilaman. Xo'sh, bu yerdan men nimani yig'yapman? Mana buni yig'yapman. To'xtang. Mana shuni mana bu yerga qo'yib qo'yaylik. Birdaniga diamond kiyimlarga ham yetish kerak. Menimcha bu diamond kiyim hamda hammaga yetsa kerak.
Mana endi aniq yetadi. Qanunda olg'a. Bu video sal ko'proq bo'ladi. Xo'sh. Men diamond kiyimlar kiyib olgancha siz obuna bo'ling. YouTube menga juda ko'p, masalan 30 minutlik, 20 minutlik videolar qo'yishga taqiqlab qo'ygan, bilmadim nimaga. Lekin shuning uchun men ko'p minutlik video qo'ya olmayman. Shu sababli tezroq diamond kiyimlarni yasab xo'sh, diamond kiyim mana bu shilem. Endi nima ishton yasayman. Yana nima kerak? Oyoq kiyim. Mana biz olmos setli bo'ldik. Buni tashaveramiz, buni ham tashaverib, bularni esa kiyamiz. Mana aytganimday 0 dan Arctic Craft serverda kuchayishni sizlarga video qilib berdim. Bu videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Albatta like bosib obuna bo'ling. Va men onamga ko'rsatay shu YouTube orqali pul topishimni. Buning uchun albatta siz like bosib obuna bo'lishingiz lozim. Qanunda hammaga xayr.